कृपया हामी विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तयारीमा छौँ। कृपया आफ्नो सिटको पेटी बाँधेकोमा जाँच गरिदिनुहुन। ट्रे टेबललाई यथास्थान Ey noshud ayol, bitta narsani tushun. O'zing uchun yasha. Bolalaring uchun ham, o'zing uchun ham, ota-onang uchun ham o'stirib beraman. Eshit yaxshilar. O'zing uchun yashamas ekansan, o'zing ehtiyot qilmas ekansan, kasal bo'lib yo'lding. Bolalaringga kim qaraydi? Misol, kim qaraydi? Sanchalik birov qaramaydi. Kasal bo'lib yo'lding. Eringni xizmating uchun yasha. Bolalaring uchun ham, kasal bo'lib yo'lding, og'ir beraman. Eshit yaxshilar. O'zing uchun yashamas ekansan, birinchi o'rinda asan qo'pana qilib bolalaringga unaqa qayg'urma. Ularni kelajagi kim qaragan? Ular kelajagiga qaramaydi bolalaring. Kasal bo'lib eringni xizmatida rizqini dirini yozib olgan senga bog'liq kasal bo'lib yotib qolding. Kimga eringni qaysi tomonga o'zgarishga bog'lanmas. Alloh sendanmi? Birinchi o'rinda o'zingni asabiy ehtiyot qil. Bolalaringga unaqa ko'p qayg'urma. Ularni kelajagi